Payt o'pibdi-yu. Ana sosiq chaqiraychi. Kimsan Men bitta uy qurdim Men uyim sanki sen korobkada yashaysanmi? O'zingni qara, loy. Hozir o'zing uyingda yonsan. Nima qilasan Давайте. Nima qilsan Men uyim. Nima qilasan? Uyim bilan ishim yo'q. Iflos. Qoch, o'zing ko'rib ketasan ichki. Yo'qyapsizmi? Давай, birga bir. Давай, revanş. Давай, seni yirtib tashlayman. Yur, davay. Ketdi. Давай, ikkita eng zo'r uy quramiz. Bittasi eng kim xavfsiz uy, eng menga chiroyli va xavfsiz uy qurish kerak. Birinchi xavfsizmi, birinchi chiroyli? Chiroyli quramiz. Qancha bolalar, tak. Bu Minecraftda 30 yil bo'lmabman o'zi ham. Xullas, biz videoda boshlaymiz. Menimcha oq blokdan qilsa bo'ladi. Buni ham kanali bor. Obuna bosib qo'yishni eslangdan chiqarmanglar. Bu men pastimga unaqa silka tashlab qo'ygan o'zini kanaliga. Lekin vashim. Bot. Menda uzoqroq turay, yaramas. Qanqadir iflos quryapti. Men hozir basseynli. Do'stlar, biz men qurib bo'ldim birinchi etapimizni. Endi ikkinchi etap. Sen birinchi dash qurib bo'ldingmi? Yo'q. Endi polni qurdim. Kami birinchi dash qurib bo'ldimi? Kulishini qaraylik, kulishini bu. Hali meni mega super hamma tarqin. Asli qo'darim yemadi. Hali ko'ramiz. Men shunaqa darajada uy yasab tashlayman, og'zing ochilib qoladi. Yasaymanman. Menga baribir. Do'stlar, men bitta arxitekturani itini qilaman. Germes bugun tarixda ko'rib qoldim. Germes tarix kitobida bor ekan. Ishonmasanglar yozib ko'ringlar. Faqat tarix deylar, Germes tarix. Bitta yosh odam. Bitta yosh odam chiqadi. Agar 6 bo'lsanglar ko'rsanglar mumkin. Men senga tualet desayman, shunga avvora bo'lib ketdim-da. Birinchi qilib bo'ldingmi o'zi? Yo'q. Hali javob beraylik. Do'stlar, sizlar yozasizlar. Biz rishas qilmaymiz, sizlar qilasizlar. Menga deylar. Kimga uy qurganini aytasizlar. Anona hech qilinglar. Men hammaga obuna bo'laman. Qalay chiqyapti? Menga yo'q, oldimda san chiqdi. Buzib ketsan-a, bittadan. Sen ko'ryapsan, qancha-da. Men yerda ichidaman. Hali g'or qilib qo'yapsan. Yo'q, men. This is jacuzzi. Sanki bir etaj bo'lsa, menga zo'r bo'lmaydi. Meni xavotiraman, meni uyim sankidan chiroyli chiqyapti. Qana blokdan qilyapsan? Ayt meni. Aytmayman. Men ham aytmayman. Meniki juda ham Короче, bu blok juda ham oppoq. Men blokni o'g'irladingmi? Unaqa darajada oq emas, qora. Amakim oppoq. Qorami, oqmi? Qaysini aytyapsan? Oq-qora. Oq-qora. Shahzodaga o'xshab. Bolalar, nimadir bo'lyapti. Tahi, sen uying hali ham yonyapti. Sen uying seriyozda yonyapti. Sen uying porlab tursa, meni uyim yo'qdi. Bu nohaqlik. Sos ko'proq narsa qilding. Конечно, men uyimni portlatib yuborib, senkini yo'q bordim. Senkini qaytadan qursa bo'lardi. Meni yerim. U yerda qancha topgan bilasanmi? Yerdan qala chiqarsan, sen finali. Bratan, men mebel qurishda o'rgan bo'pman. Basseynni qaranglar do'stlar, endi basseynda manchum. Do'stlar, bu basseyn bizga. Ana Muhammad Saidga emas. Muhammad Said o'zini tualetida cho'milib beradi. Qorong tushib ketaveramiz. Toshirib yubordim, suv toshqini, tualetam yasashim kerak. Bo'lmayapti, nima bo'lmayapti? Men uyg'oqman chunki. Bo'l bos. Do'stlar, nihoyat men uydan qurib bo'lyapman. Aldama. Qurib bo'lyapman. Nechinchi etajda qilyapsan? 10 etaj. 10-chi? Ikki etaj bor. Bratan, men fontan qurdim. 3 etaj qilishga to'g'ri yetadi.
Keyin seni oldindaman, keyin 3 etaş qilyapman. Qaysi to'ppi 3 etash qiladi? 3 etaş mazali garing. 3 etashda nima qilasan bitta o'zing yashab? Yo'q, qishloqqa Markus bilan yashaysan matda. Hasbim. Ha, molxona qilsang ham bo'laveradi. Chunki sen molxonasan-ku. Sen qilyapsan-ku o'zing molxona qilib, mana. Sen meni ko'rmayapsan, qanchalik uzoqqa qo'yapsan? Ha, Hayron. 10 etash qilib. Men seni ko'ryapman. Uying to'g'richa kvadrat bo'lib qopti-yu. Yana men ustimdan kulyapsan. Jam seni nima deyapsan? Aytmasam bo'lar ekan. Yo'q, zo'r chiqyapti. Zo'r chiqyapti o'rta. Apshu, sobuldi. Apshu, sobuldi. To'xtanglar, men juda ham boy narsa qilaman. Boy narsa o'zi nimaligini bilmaysizlar-da, do'stlar. Boy narsa, boy narsa. Mana quramiz, mana. Menga eng yoqadigan narsa uyda ichini qurish. Senga-chi? To'xta. Ichini mendan zo'r qilolmaysan lekin. Men qilaman. Senkidan itday zo'r qilaman. Menkida ham televizor ham bo'ladi. Qayasiyman. Men elektrikman-ku. Yoshligimdan beri. Bilasanmi, men yoshligimdan beri elektrda yaxshi zo'r. Bakisan? Baki. Men kichkinalar, lekin cho'tki. Katali shart emas, ichi zo'r bo'lsa bo'ldi. Ichida hamma narsa bor men. Kommentariy yozasizlar, kim zo'r deganini. Точно menkini tanlashadi. Hadi. Sen o'ynaysan. Obunachilar o'likka bo'lmishlar yashaydigan uy yasayapti. Ahamiyat bermaymiz unga. Minecraft'ni yaratgan odamni bilaganlar yozsin, men yaratganman deb yotibdi. Boy. Minecraft'ni nima bilmaysan? Sen boshda o'ynaganchi, Endi vaqt ketdi, ko'rding, sen bo'tsanda. Yo'q, men kim bilasanmi? Men shu Minecraft'da eng zo'r dastlab ko'rib kelishadi. Ha, bilmabman. Dastlab kelganlar ko'rib. Senga xos uyqu beramsa, bor o'yinni o'ynaydi. Loy o'tir dedi. Loy uxlosani yoqtashadi, ashunga. Deyapsan-ku. Bu bolakay bilmaydi nimaligini Minecraft. Hozir cho'tkiga keldi do'stlar. Men bitta ish qilaman. Mega Mosk men uyimni qara bitta. Quruvchilar jangidasan, botsan men oldimda. Minecraftda surat qo'yish bilasanmi? Конечно, ukan. Men o'rgatganman. Yo'q, kim oyog'i sasyapti? Sen. Yo'q, men kimni qidirishsasing. Senikidasizmi? Skinning qilyapti. Qara, bunaqa ishi yasasang bo'ladi-yu. Bu kerak ekan bu. Men juda ham chiroyli skin qildim. Oddiy bitta ko'k, o'zing eski skinning. Zato qolib ketdi. yomg'irlarda qolib ketdi Muhammad Saidi. Bunaqa Drago yomg'ir aylangan chiqqan ekan. Cho'tki men. Senkidan cho'tki chiqarman. Ko'ryapman. Do'stlar, demonda ikkinchi ismi yutqazish, eslangda qolsin. Bilib qo'yinglar yana. Sizlar men uyda ichiga o'tdim endi. Qani bismillah deb qo'yamiz. Bismillah. Uyda qilib uyda Mana nima? Albatta yaxshi. men oshxona yasayman. Bilaman. Bu balkon deyiladi. Balkon o'zi nimaligini bilasanmi? Bilasanmi balkon nimaligini? Do'stlar, Muhammad Said shok. Muhammad Said balkon yasashni bilar ekan. Dun. Ana qiyshiqsan o'zingdan. Qanday qilib qiyshiq qilishim mumkin? Qiyshiqsan-da. Nima qilmayman bunaqa. Endi balkon. Qiyshiq. Atrofda o'g'irlab.
Oh, do'stlar, mana bu kublik oshxonamiz. Oshxonamizda suv, pechka, narsa. Mana bu uy qilyapmiz do'stlar. Endi televizor yasang. Nima yaxshi bilaman. Qurun narsa qo'ymoqchimisan? Qaqa yasasan bo'larkan. O'tda yotardim, qanaqa divanim bor edi. Divanim ham yo'q edi. Shekilli. Sen ishga yo'qoshda. Yo'qoshni qo'ygan. Uy qurishni seni yaxshi bilaman. O'qituvchi bo'laman yo'qoshda. Bu talog'im Arxitektorman men, arxitektor. bunaqa arxitektor bo'ladi. Sen arxitektorsan. Ekan. Men yoshligimdan beri arxitektorman. Men detektor. Men bekorga vaqtimni ketqazyapman. Lekin men buni qilishim kerak. Qanaqa bo'lardi? Men topdim, hedi mana ketdik. Demoga jo'natamiz buni. Demoloq. Voy, do'stlar, bizda vashim kam vaqt qoldi demo bilan. Yani 1 minutcha qoldi. Demo, davay tezroq bo'l. Men уже bo'lyapman. Bo'lgan yo'q, aldama. Bo'ldim. Yani nima qilsam ekan? Do'stlar, men baqa manaqa qurishmoqchiman. Короче, demo paka o'yini qilayotganga men baqa bunaqa quryapman. Do'stlar, albatta endi o'zingizlar bilasizlar, vashim ko'p ajralishlar bo'ldi. Biz Bu yerda tinit portlatish kerak. tinitdi? Baki qattisan o'ldiraman sen. Qattasan. Men uyim oldida boshqa rahmat. O'zingizga portlator. Uyim boshqachalar. Ket. Uyga tegma. Baxtim. Bu yoqqa kelyapti. Voy, katta portlarmi? Nima bo'ldi? Katta portlarmi? To'xta, oldinga ketyapman demo. Enasmizmi? Ikkinchi bunaqa qilib. Nima mendan ko'chirding uyda? Uyimga yaqinlashma, ey. Bu shunaqa katta portlatam. Shu mehnatni zo'roq yotini xursand bo'laman. Lavaqatdan keldi, yaramas. Yo'qot. Nima? Iflos, eshak. Menga ham qo'yib yubording-da. Agar bu videomiz 1000 ta prosmotr bo'lsa, ikkinchi qismini chiqaramiz. To'g'rimi? To'g'ri. Agar xohlamoqchi bo'lsanglar, izohlarga yozinglar. Biz bo'pti. Paka.